sizlar bilan Nexia 2, Nexia 1 hamda Epica kompressori haqida gaplashamiz. Xo'p, ko'rishingiz mumkin. Bu kompressorimiz Nexia 2niki, bunisi Nexia 1niki, Epica'niki, Nexia 2niki. Xullas, Nexia 1niki bilan Nexia 2nikini farqi. Nexia 2da shuni ikkita trubka degan joy bo'ladi. Nexia 1imizda 2 dona datchik qo'shimcha bo'ladi. Xo'p, Epica'da ko'ryapsizlarmi? Hech qanaqa farq qilmaydi. Shuni trubkani ichib turib turganlarini Nexia bilan Epica'ning orqa tomonida hech qanaqa farqi yo'q. Bolt qiladigan joylarda ham farqi yo'q. Faqatgina farqi shifda. Xullas, Epica'ning kanseller kompressori Nexia'ga qo'ysa yengilroq ishlaydi, yaxshi sovutadi deyshadi. Bu noto'g'ri ma'lumot. Faqatgina Nexia bilan Epica'ning farqi shifda farq qiladi xolos. Shif almashsa, Epica kompressorimiz Nexia'ga aylanadi. Endi, xo'p, ko'proq Epica'ning kompressori bu zapchasda tiniq holatda kam ishlaganlari ko'p topilganligi uchun, Nexia'lardagi kamligi uchun Nexia'ga 1-2 ga Epica kompressor qo'yiladi. Shikfa alishtirilgan holatda. Shikfa alishsa bo'ldi, magnit bilan shikfa alishadi. Epica Nexia'ga aylanadi. Xo'p, bularda Epica, Nexia 1, Nexia 2, Lacetti 1.8, Lacetti 1.6 ularda hammasini kompressori, ichki tuzilishi, porshini, ishlashi, funksiyasi, hammasi sovutishi bir xil, hech qanaqa bir farq qilmaydi. Hammasiga mana shu klapandan tushadi. Harakat davomida yurib ketayotib 2000 dan оборот balandligida qo'shilsa, mana shu klapanni urib qo'yadi. Bu klapanni alishtirish uchun freon to'kib yuboriladi. Bu alishtirilib freon zapravkaga yaqindan. Shuning uchun harakat davomida kanserni yoqishni tavsiya qilmaymiz. Faqatgina оборотimiz 2000 dan past bo'lganda kanserni yoqishlayni maslahat beramiz. Shunda sizlarga uzoq xizmat qilib beradi. Xullas, Epica kompressor Nexia'ga qo'ysam yengilroq harakatlanadi yoki yaxshiroq sovutadi deganlarga bu videoni jo'natib qo'yasizlar. Farqi faqatgina shifda bo'ladi. Tiniq holatda topilishiga Epica serobligi uchun Epica kompressor bosiladi. Sog' bo'lasizlar.